Assalomu alaykum hammaga. Muhraz Pol kanaliga xush kelibsizlar. Orada ozgina uzilish bilan, tanaffus bilan yana sizlarga qaytdim ma'lumotlar bilan. Xo'p, avvalo menga Telegram kanalimdan kelayotgan savolga javob bermoqchiman. Amerikada UGC qilish bo'yicha orada juda ham ko'p ma'lumotlar berishni boshladim, chunki aynan Amerikadan meni kuzatib, Amerikadan oilasi uchun, ya'ni o'zi uchun daromad qilishni xohlayotganlar juda ham ko'p. Bu qanaqadir nima desa bo'ladi? Odam o'zini xohishi. Shuning uchun shu haqida ma'lumotlar berishni boshladim va oxirgi vaqtlar aynan UGC ga, ya'ni User Generated Content Creator yo'nalishida va aynan TikTokda bo'layotgan UGC ga ko'proq ma'lumotlar beryapman. Shuning uchun aynan bugungi videomda ham menga kelgan ikkita eng ko'p keladigan savollarga javob bermoqchiman. Birinchisi, bu UGC qilmoqchi bo'lsam, ya'ni Amerikada yoki Yevropada yoki o'zi umuman UGC qilmoqchi bo'ladigan bo'lsam, ingliz tilini bilishim shartmi? Ingliz tilini qanchalik bilishim kerak degan savol keladi. Agar siz haqiqatan bu narsani qaysi davlatda qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha davlatni tilini bilganingiz va o'sha davlatga moslashtirib kontent qilganingiz va o'sha davlatga mos videolar olib, o'sha davlatga mos, odamlariga mos kontent tayyorlaganingiz juda ham yaxshi bo'ladi. Bu sizni brendlarga yaqinroq qiladi va brendlar sizni ishga taklif qilishiga yanada protsent, ya'ni foizi oshadi-da. Misol uchun, masalan aytaylik, siz Amerikadasiz. Amerikada bo'lsangiz, demak ingliz tilida qaysidir ma'noda kontentlaringizni qilishingiz kerak. Yokida umuman til tanlamasdan juda ham chiroyli estetik kadr qilishingiz kerak bo'ladi. Endi shu bilan birga, demak, qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatning tili bilan ham aralashtirib, hatto mana bu post tagiga yoziladi-ku, o'sha post tagiga yoziladigan gaplarni o'sha davlatni tilida qilganingiz juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni hozir qaysi davlatda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha davlatga moslashtirib qilganingiz yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga nimaga yana o'sha tilga, ya'ni o'sha yashayotgan davlatingizga mos tilda qilish kerak degan savol tug'iladi. Bu faqatgina o'sha brendlar menga yozish uchun yoki aytaylik ishlashim uchunmi, faqat shunga kerakmi degan bo'lsangiz, yo'q, faqat bunga kerak emas, balki har bitta nima bo'ladi, millatni, har bitta davlatni va har bitta o'sha millatni o'zini sotuv marketing uslublari bo'ladi. O'zini sotuv psixologiyasi bo'ladi va har bitta davlatni mana shu narsa ajratib turadi. Ya'ni, misol uchun oddiygina masalan aytadigan bo'lsak, mana O'zbekistondagi sotuv nima bo'ladi, uslublari bilan Amerikadagi sotuv uslublari va umuman boshqa yana Koreya, Xitoydagi sotuv uslublari bir-biridan juda ham farq qiladi. Misol uchun, O'zbekistonda sotuv bo'lishi uchun bizda sotuvga aynan qimmatroq narsa bo'lsa, juda ham yaxshi sifatli deb hisoblaymiz. Ko'proq odam olsa juda ham yaxshi sifatli deb hisoblaymiz. Ya'ni yoki reklamalari ko'p bo'lsa, o'sha mahsulotni juda ham yaxshi deb hisoblaymiz. Bu narsani tan olish kerak. Endi shu bilan birga Amerikada, Xitoyda, Koreyada, Yevropa boshqa davlatlarida bu narsa biroz farq qiladi. Amerikada shunchaki reklama ko'pligi emas, balki odamlar bu haqida nima deyotganiga ko'proq qarashadi. Ya'ni shunchaki siz misol uchun, "Voy, mana bunaqa narsa zo'r ekan" yoki chiroyli, idealniy kartinka qilib reklama qilingan bo'lsa, har doim bu narsa o'sha narsani, mahsulotni sotuvini ko'pligiga va sotuvini qanaqadir zo'r bo'lishiga kafolat bermaydi. U holatda nima qilinadi? Ular ko'proq shuning uchun UGC dan aynan Amerikada ko'proq foydalanishadi, xuddiki foydalanuvchi sifatida odamlarni e'tiborini jalb qilish uchun, ya'ni odamlarga sotish uchun. Tushunsa, shu jihatdan ham aynan TikTokda hozirgi vaqtda bu narsa yanada ko'proq rivojlanyapti. Chunki TikTokda ham bu narsa shunaqa ishlaydi. Ya'ni siz odam sifatida boshqa odamga taklif qilishingiz ko'proq ishlaydi. Shunchaki misol uchun siz idealniy kartinka yaratib, misol uchun prям nima bo'ladi, reklama qilib videograf sifatida olib berishingiz emas, balki tabiiy, iloji boricha tabiiyligingiz bilan ajralib turasiz. Amerikada mana shu bilan ajralib turib, sotuvlar yaxshi bo'ladi va ko'p holatda brendlar aynan mana shu narsani xohlaydi. Endi shu bilan birga misol uchun Xitoyda tezlik. Ko'rgansizlar, jonli efirlarda tezlik va ularda aynan mana shu narsa ko'proq rol o'ynaydi. Chunki jonli efirlarda ular ham skidkalar qiladi, zo'r skidkalar qiladi va tez ko'rsatadi. Va ularning xalqiga mana shu narsa ko'proq nima bo'ladi, sotuvga misol uchun harakatni uyg'otadi. Tushunsa, o'shaning uchun siz qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatni tili bilan bilib va o'sha davlatni tiliga moslashtirib kontent qilishingiz faqatgina plyusga ishlaydi. Endi til bilishingizning yana boshqa taraflama nimaga kerakligi, agar siz ovozli kontent qiladigan bo'lsangiz, bu holatda ovozingiz, ovozingiz ham deya olmayman,
talaffuzingiz deylik, ovozimiz talaffuzingiz iloji boricha o'sha tilga mosroq bo'lishi kerak. Iloji boricha so'zlarini, misol uchun aksentingiz bo'lishi mumkin, aksent bo'lishi mumkin, lekin talaffuzingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni bilishingiz uchun ham o'sha davlatning tilini bilganingiz sizga albatta plyusga ishlaydi, yoki aynan ingliz tilini bilganingiz. Misol uchun, chunki ingliz tili ham hozirgi kunda dunyo tili va misol uchun deyarli har qanaqa davlatdan ingliz tilida gapirilgan gaplarni deyarli misol uchun 70-80% odam ko'p holatda tushunadi. Yokida misol uchun kerakli qaysidir so'zlarni tushunib oladi va ajratib oladi. Endi ikkinchi savol nima desam bo'ladi? UGC uchun mana aytdim, UGC uchun idealniy kartinka va hokazo deb. Endi UGC uchun meni uyim idealniy, prям nima desam bo'ladi, luxury house bo'lishi kerakmi yoki shunaqa chiroyli uyda yashashim kerakmi, juda ham zo'r uyda, interyerlari chiroyli uyda yashashim kerakmi deb mendan ko'pincha so'rashadi. Shu holatda nima deyman men? Mana unaqa prям nima bo'ladi, oppo chiroyli luxury uyda yashamayman, to'g'ri. Va nima qilaman? Siz birinchi navbatda qanaqa UGC video turlarini olmoqchisiz? Ya'ni siz agar faceless qiladigan bo'lsangiz, ya'ni faceless nima degani, yuzni ko'rsatmasdan qo'lni ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, yokida faqat mahsulotga e'tibor qaratib qiladigan bo'lsangiz, yoki orqadan o'zingizni qanaqadir olishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz qanaqa video turini qilmoqchiligingizga qarab ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Albatta, agar siz o'zingizni ko'rsatib, o'zingizni misol uchun aytaylik atrofdan, uzoqdan, yaqindan va hokazo qilib o'zingizni ko'rsatib oladigan bo'lsangiz, albatta bu narsani ham chiroyli yetkazib berish, ya'ni uyingiz prям zo'r bo'lmasa ham chiroyli yetkazib berishga harakat qilishingiz kerak. Misol uchun. Va shu bilan birga, agar siz yo'q, men mahsulotga qarataman, men o'zimni ko'rsata olmayman, menga ruxsat tegmaydi bunaqasiga deydigan bo'lsangiz, mana hozir ko'rsatyapman. Meni o'zimda ham shunaqa nima desam bo'ladi, background deydimi, fonlarim bor. O'sha fonlardan foydalanib, misol uchun qo'limda ko'rsataman. Yokida bu fon ham bo'lmaydi menga, fonda ham misol uchun qanaqadir baribir jonlilik yetishmayapti deydigan bo'lsangiz, misol uchun oddiy oq fonda ham qilish mumkin. Hattoki shunaqa qilib ko'rsatgan edim, mana ro'mollar bor-ku, mana ayol kishida baribir xohlasangiz, xohlamasangiz ro'mol bo'ladi. Yoki ja borsa ro'mol ola olasiz. Mana shunaqa holatlarda masalan ro'mol, anatomniy ro'mollar bilan fon qilib ishlashingiz mumkin. Hozir sizda nima bor? Nima bor? Anatomniy, ya'ni anatomniy degani bir xil rangda, iloji boricha pastelniy ranglarda, ochroq, misol uchun ko'zni charchatib olmaydigan ranglaringizda nimalar bor? Pastelingiz bo'lishi mumkin, oq pastel yoki bejoviy pastel. O'shani yaxshilab dazmol qilasiz. Ro'mol bo'lsa ro'molni dazmol qilasiz va fon sifatida ishlatasiz. Eng asosiysi yorug', sifatli video bo'lishi kerak. Mana shu holatlarda demak bemalol qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz qanaqa video olmoqchiligingizga qarab uyingiz rol o'ynaydi. Agar siz uyga oid narsalar oladigan bo'lsangiz, misol uchun, uyga aytaylik, plissos misol uchun, yoki shkaf masalan, yoki parda, yokida yana nimalar bor edi, anaqa. Misol uchun qanaqadir divanlarni nima bilmadim endi, mana shunaqa uy jihozlaridan nima turlarni oladigan bo'lsangiz, albatta uyingizga e'tibor qaratasiz va uyingiz qanaqadir ajoyib turishi kerak bo'ladi. Agar yo'q, men donali qanaqadir mahsulotlarni ko'rsataman, ya'ni produktga aynan e'tibor qarataman desangiz, endi u yerda o'zi o'ziga qanaqadir chiroyli fon, uголок tayyorlab olganingiz o'zi yetadi. Men agar kichkina narsalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'rtacha qanaqa kichkinaligiga qarab, juda ham misol uchun aytaylik, mana taxminan razmeri mana shunday bir qarich deylik, bir qarichgacha bo'lgan razmerlar bo'lsa, men oddiy mana bunaqa hozir ko'rsataman. Hozir mana shu videoda ko'rsataman. O'sha videodagi anaqa backgroundlar tayyorlab olaman o'zimga, misol uchun taxtali, shunaqani olaman. O'shandan o'ziga moslashtirib, ranglarini chiroyli qilib, misol uchun aytaylik, videoga olaman. Bir qarichgacha bo'lgan narsani. Agar undan kattaroq narsalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun yoki menga kattaroq joy kerak va oldiga narsalarni qo'yib nimadir qilib qilmoqchi bo'lsam, menda ikkita yo'l bor. Bittasi pastel, oq pastel, faqat oq pastel bilan ishlayotgan juda ham video korreksiyasiga e'tiborli bo'lish kerak, chunki oq anaqa bo'lishi mumkin, yorug'likni ko'paytirib yuborib, ranglarni yeb yuborishi mumkin. O'shaning uchun e'tiborli bo'lish kerak, ranglarni to'g'ri ishlata olishga, montajlarni to'g'ri qila olishga ham e'tiborli bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni siz shunchaki hattoki misol uchun bor deyman, bir xil iPhone 17si, iPhone 16si bordi, lekin aytaylik, masalan, men iPhone 14 olganim deydiki, kачество, men iPhone 14 deydiki, kачествоda videoni yetkazib berisha olmaydi, misol uchun sifatini. Ya'ni sifatini yetkazib berisha olmaydi. Nimaga? Chunki videoni to'g'ri olishni ham bilish kerak va to'g'ri svetda olishni bilish kerak. Masalan, men hozir mana shu videoyimni ham iPhone 14 o'zi oddiy, mana kichkinasi bor-ku, iPhone 14 o'zi. O'shanisida olaman. Sifati yaxshi, misol uchun. Mana shu sifatni demak, yana nimada olaman? O'zimga qarata, frontalniy kamera deydimi, shunaqa frontalniy kamerada olaman. Ya'ni siz yorug'lik bilan ishlashni yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Endi demak, ikkinchi yo'lim qanaqa? Men stol olganman. O'sha stolimda aytaylik, oldiga, misol uchun aytaylik, mana videoda ham ko'rishingiz mumkin.
stol olganman, shu oldiga misol uchun aytaylik gullimi, kichkinagina chiroyli, endi mos tushishi kerak deb ham nima desa bo'ladi, kompozitsiyalarni chiroyli yarata olishingiz kerak bo'ladi. Endi unaqalarni ham qayerdan olaman, muharaman, qanaqa qilaman u narsani, ideya kelmayapti desangiz, Pinterestga kirasiz. Misol uchun UGC video sample, BT UGC video sample yokida lipstick, misol uchun pomadani ko'rsatmoqchisiz, faceless qilib. Qanaqa ko'rsatishingiz mumkin? Faceless qilib, demak ko'rsatish imkonini topasiz. Lipstick UGC, misol uchun faceless lipstick UGC video. Ketdi yoki Pinterestdan qidirasiz, topasiz, o'sha yerdan nima bo'ladi? Referenslar olasiz, har xil qanaqadir ideyalar olasiz va o'sha yerdan bemalol qilishingiz mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni qilmaslikka, hozirgi kunda biron bir narsani qilmaslikka bahona o'zicha shunchaki dangisalik bo'ladi, to'g'risi. Misol uchun mana hozir men aytaman-da, qizlarga ham mani UGC guide'im bor va UGC TikTok o'rgatyapman hozir alohida. Misol uchun UGC guide va UGC TikTok. Endi qaranglar. UGC guide'ni men Instagramda UGC qilishni o'rgataman. UGC TikTokda alohida UGCni TikTokda qilishni o'rgataman. Ya'ni TikTokdagi chunki TikTokda siz kontentingiz uchun ham, TikTokda TikTok Shop orqali ham siz daromad qilishingiz mumkin-da. O'sha narsalarni o'rgataman. Ya'ni ikkita alohida platformalarni alohida bo'lganman. Alohida platformalarga qanaqa daromad qilishni o'rgataman-da. Alohida platformalarda alohida darslik bo'ladi. Kelasiga ham alohida darslik. Endi qaranglar. Bu holatda nima bo'ladi? Nimaga e'tibor berish kerak bo'ladi? Misol uchun har bitta platformaning o'zini ishlash nima bo'ladi? Texnikasi bor. Ishlash o'zini algoritmlari bor deylik. Statistikalarga to'g'ri e'tibor berish kerak algoritmlari bor. Mana shu narsadan kelib chiqib qilasiz va qaysi platformani tanlaganingizga qarab video turlaringizni ham aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Shu narsalarga e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Siz demak shunchaki meni uyim zo'r bo'lsa, men zo'r video ola olaman yoki meni uyim zo'r bo'lsa, UGC creator bo'la olaman deb o'ylamang. Siz aynan hozir sizda bor narsadan qanaqa foydalanishni bilsangizgina yaxshi UGC creator yoki yaxshi bloger bo'la olasiz. Endi men nimaga hozirgi kunda qizlarga o'sha imkon nima bo'ladi ani bahona deman. Hozir qilmaslikka bahona. Endi qaranglar. Shunchaki ham YouTube'da o'tirasiz, shunchaki ham Instagramda o'tirasiz, shunchaki ham TikTokga misol uchun kirishingiz mumkin. Ya'ni shunchaki xohlasangiz, xohlamasangiz tan olib aytish kerak. Baribir social mediadan foydalanamiz. Mana hozir ham meni videoyimni ko'rib turibsiz. To'g'ri, foydali biron bir videolar uchun ham kirishingiz mumkin, lekin undan tashqari ham baribir xohlasangiz, xohlamasangiz vaqtingiz ketib qoladi. Men o'zim shaxsan TikTokdan misol uchun aytaylik, juda ham haftasiga faqat 1 soatgina vaqt ajrataman. 1 soatda 15-20 ta kichkina даже bir xilda shunaqa bo'lib qoladi. Agar ulgursam 40 tacha video olaman. Hammasini schedule zaplanirovать deydimi, nima deydi? Oldindan qo'yiladigan qilib qo'yaman. Ortiqcha gaplarni yozmayman va to'g'ri hashtaglarni ishlataman. Hozirgi paytda aktual bo'lgan hashtaglarni ishlataman. Ozgina gaplarni yozaman. Bo'ldi. O'shandan misol uchun bemalol $200-300 aytaylik daromad kelib turadi. Undan tashqari endi tekinga narsalar olaman, masalan TikTokda. Tushunasizmi? Ya'ni qaysi platformada qanaqa ishlashlarni o'rganib olsangiz, vaqtingizni to'g'ri taqsimlashni o'rganib olsangiz, uyda o'tirib ham shunchaki yuzingizni ko'rsatmasdan, masalan men TikTokda yuzimni ko'rsatmayman deyarli. Juda ham kamdan 90% holatda ko'rsatmayman. Asosan qo'limda ko'rsatib aytaman, masalan, ovozda gapirib berishim mumkin. Atak qolgan paytlarda asosan ko'rsatmayman misol uchun. Tushunsa, demak, platformalardan to'g'ri foydalanishni bilib olish kerak, to'g'ri videoga olishni o'rganib olishingiz kerak, vaqtingizni to'g'ri taqsimlashni o'rganib olish kerak, bo'ldi, daromad qilish kerak. Pulni topish kerak, bahonasi o'sha o'tmaydi. Bahona qilish kerak emas. Demak, agar siz ham mabodo Instagramda UGC qilmoqchi bo'lsangiz, Instagramda onlayn ishlamoqchi bo'lsangiz, yokida agar siz hozir TikTokda TikTok mumkin bo'lgan joyda yashaydigan bo'lsangiz va TikTokdan daromad qilmoqchi bo'lsangiz, pastda nima deydi, opitseniyasi bo'ladi, shu joyda o'zimni o'sha ma'lumotlarimni qoldirdim. Telegram kanalimni qoldirdim. Linkidan o'tishingiz mumkin. Agar aynan UGC guide va UGC TikTok haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, mana hozir nima deydi? Ekranda ko'rsatib qo'yaman. UGC guide alohida, UGC TikTok alohida va opitseniyada ham yana qo'shimcha ma'lumotlarni yozib qoldiraman. Menga aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bemalol to'lov qilib, siz ham o'rganib, o'zingiz misol uchun nima deydi, daromad qilishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Faqat to'g'ri foydalanishni o'rganib olish kerak. Agar siz to'g'ri foydalanmasangiz, vaqtingizdan to'g'ri foydalanmasangiz, sizda bor narsalardan to'g'ri foydalanmasangiz, iPhone 17 Pro Max tutmaysizmi? 1 terabaytni tutmaysizmi? Yoki prям zo'r uyda yashamaysizmi? Undan to'g'ri foydalanishni bilmasangiz, foydasi yo'q narsalarni.
Albatta bu narsa demak pul topish boshqa qilish majburlikdan emas, misol uchun faqatgina majburlikdan emas, balki o'zingiz uchun shunchaki hobbi sifatida va o'zingiz uchun bu narsaga qiziqqaningiz uchun bo'lsa ham albatta chiroyli va yaxshi bo'ladi. Kimdirga nimadir ko'rsatib qo'yish uchun va nimadir uchun emas, balki shunchaki o'zingiz yaxshi ko'rgan va o'zingiz xohlagan sohada daromad qilishingiz uchun bo'lishi kerak deb o'ylayman masalan. Xo'p, demak agar yana qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa va yana nima yo'nalishlarda qaysi onlayn misol uchun etiklik daromad yo'llari haqida ma'lumot xohlayotgan bo'lsangiz yozing. Agar shu haqida ma'lumotim bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh sizga javob beraman va qo'ldan kelgancha video ko'rinishda javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta meni Telegram kanalimga ulanib olinglar, chunki u yerda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Aynan onlayn daromad bo'yicha ham hozirgi kunda misol uchun Amerikada yashayman va Amerikada farzandlarimga homeschooling uyda ta'lim beraman. Shu haqida ham juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.